Yo, assalomu alaykum. Bugun taxtlar o'yinida men uchun eng kuchli auraga ega bo'lgan odam Tywin Lannister haqida gaplashamiz, uni personajini ozgina tahlil qilamiz. Ko'p cho'zmayman, boshlaylik. Tywin Lannister xarakterining shakllanishida uni otasining o'rni juda ham katta. Yo'q, yaxshi ma'noda emas, yomon ma'noda. Tywinning otasi Titus Lannister hammaga yoqishga harakat qiladigan, jahli juda ham sekin chiqadigan, kechirishi tez va juda ham ishonuvchan personaj edi. Uni odamlar kuladigan sher deb atashgan. U ko'p narsalarga kuladigan, yengil fe'lli odam bo'lgan. Bundan foydalanib, uni qo'l ostidagi va yaqin odamlari undan juda ham ko'p miqdorda oltin qarzga olardi va uni qaytarish haqida umuman o'ylashmasdi ham. Bu narsa Lannisterlar oilasini juda ham tublikkacha olib borib qo'ygandi va deyarli yo'q qilish arafasida edi. Buni biz taxtlar o'yinida Arya Stark Tywinning otasi haqida so'raganda ham Tywin otasi haqida qisqacha aytganini bilsak bo'ladi. Mehribon inson edi, lekin zaif edi. Bu turdagi xarakterni ko'rgan Tywin otasiga o'xshash xohlamadi. U hammaga yoqishga urinadigan yoki ko'p kuladigan personajdan ko'ra hamma qo'rqadigan personaj bo'lishni afzal ko'rardi. Tywinning onasining o'limidan so'ng Titus Lannister, ya'ni Tywinning otasi boshqa ayolga uylanishi va u ayolni Casterly Rock, ya'ni Lannisterlar egalik qiladigan qasrda har xil tilla taqinchoqlarni kiyib baland ovozda kulib yurishi Tywinni g'ashini keltirardi. Buni natijasida biz Tywinni hech qachon kulganini eslolmaymiz. Taxtlar o'yinini ko'rgan bo'lsangiz bilasiz, Tywin juda ham umuman kulmaydigan, juda ham jahldor emas, lekin kulmaydigan shaxs bo'lgan. U doim og'ir bosiq, emotsiyaga berilmaydigan va o'ziga yarasha aurasi bo'lgan odam. Endi ozgina tublikdagi Lannisterlar, ya'ni eng boy oiladan tublikka cho'kkan oilani qanaqa qilib Tywin Lannister yana o'zini joyiga, ya'ni Westerosdagi eng kuchli oilaga aylantirgani haqida gaplashadigan bo'lsak, Tywin Lannister ma'lum yoshga yetganidan keyin otasi tomonidan berib yuborilgan qarzlarni qaytarish haqida o'ylaydi va o'sha qarz olgan odamlarga message jo'natadi, ya'ni xabar beradiki, qarzni o'z vaqtida qaytaringlar, bo'lmasa sizlardan kuch bilan qaytarib olamiz degan xabar yetkazadi. Tabiiyki, Titus Lannisterdan qarz olgan uni yaqinlari yoki uni qo'l ostida xizmatidagi odamlar Lannisterlarda unaqa kuchli, shijoatli odam chiqishiga ishonishmagan va Tywin Lannisterning ustidan kulishgan. Shunda Westeros oddiy bolakaydan haqiqiy erkak, shafqatsiz erkakka aylangan Tywin Lannisterni ko'rgan. Ya'ni u o'z askarlarini olib, otasi ruxsatisiz Lannisterlardan qarz bo'lgan Reynilar va Tarbeklar oilasini tak-tugi bilan yo'q qilib yuboradi. Avval u Tarbeklar oilasidan boshlaydi. Tarbeklar oilasini qasrga borib, qasrga o't qo'yadi va qasrni kunpa-yakun qilib butun oilani qirib tashlaydi. Keyingi yo'nalish esa Reynilar oilasi. Reynilar oilasi aynan Lannisterlar istiqomat qiladigan hududda, qirollikda Lannisterlardan keyingi o'rnda turuvchi oila hisoblangan va mana shu Reynilar oilasini qasriga borib, ular yerto'ladan qochishga urinayotganda yerto'la yo'llarini yopib, daryo suvini yerto'laga yo'naltirib, butun oilani cho'ktirib yuboradi va Reynilar oilasi Westeros tarixidan butunlay yo'q bo'lib ketadi. Shundan ham bilsak bo'ladiki, Tywin Lannister gaplar bilan emas, u o'z harakatlari bilan odamlarga qanday odamligini ko'rsatadi. Shuningdek, Tywin Lannister Aerys ikkinchi, ya'ni Daenerysning otasi, telba qirol nomi bilan mashhur bo'lgan qirol bilan yoshlikdan do'st bo'lishgan, qalin do'stlar bo'lishgan va birga katta bo'lib, Tywin Lannister o'zini bir qancha janglarda isbotlagan, hattoki Targaryenlarga qarshi qo'zg'atilgan qo'zg'olonlardan birida ham Aerys ikkinchi bilan birga yonma-yon turib bu qo'zg'olonni bostirgan. Shundan ham bilsak bo'ladiki, Aerys ikkinchi va Tywin Lannister yaqin do'st bo'lishgan va Tywin Lannister 20 yil davomida Aerys ikkinchining qirollikdagi o'ng qo'li sifatida faoliyat yuritgan.
U o'ng qo'l sifatida Westerosda juda ham katta o'zgarishlar qilgan, Westerosni yaxshi tomonga o'zgartirgan, soliqlarni pasaytirgan. Shundan so'ng odamlar orasida qirollikni aslida Tywin Lannister boshqarayotgani, Aerys ikkinchi esa shunchaki nom uchun o'tirgani haqida gaplar yura boshlaydi. Tywin xarakteridan bilsak bo'ladiki, u juda ham kuchli strategik va siyosatchi bo'lgan va u o'zini, ya'ni Lannister nomini qirollikka yaqinlashtirishga yana ham harakat qilgan. Shu harakatlardan biri bu o'z qizi Serseyani Aerys ikkinchining o'g'li Rhaegarga taklif qilishi bo'lgan. Lekin Aerys ikkinchi odamlar orasida yurgan gaplarni eshitib, allaqachon Tywinga nisbatan ancha hasadi kuchayib bo'lgandi va buni natijasida Aerys ikkinchi Lannisterlar oilasi qirollikka mos bo'lmagan, yetarlicha zodagon bo'lmagan oila deb Tywinni ustidan kuladi. Qo'shimchasiga Tywinni to'ng'ich o'g'li, ya'ni biz serialda ko'rgan Jaime Lannisterni qirol tansoqchisi sifatida ishga yollaydi. To'g'ri, qirol tansoqchisi zo'r eshitiladi, lekin serialni ko'rgan odamlar biladi, qirol tansoqchisi turmush qurmasligi, farzand ko'rmasligi kerak. Bu esa Tywin Lannisterni merosxo'ridan va to'ng'ichidan ayirganligini Aerys ikkinchi qanaqadir ma'noda ko'rsatib qo'yadi. Buni qabul qilish qiyin bo'lgan Tywin Lannister o'ng qo'llik vazifasidan ketadi va Casterly Rockga, ya'ni o'zini qasriga qaytib ketadi. Ma'lum vaqt o'tganidan keyin Robert Baratheon va Ned Starkga qo'zg'oloni davrida Tywin Lannister hech qanaqa jangga aralashmaydi. U neytrallik saqlab turadi va Casterly Rockdan hech qayerga ketmasdan kutadi qaysi tomon g'alaba qozonishini. Ma'lum vaqt o'tganidan keyin Robert Baratheon Aerys ikkinchining o'g'li Rhaegar Targaryenni o'ldirgani va yutgani haqidagi xabardan keyin qirollikka yo'lga chiqadi va qirollikka yetib borgandan so'ng Aerys ikkinchi tomondaligini va uni himoya qilish uchun kelganini aytib, qirollik eshiklari ochilganidan keyin Rhaegar Targaryenni ikkita o'g'li va Elia Martellni o'ldiradi. Elia Martell haqida bilasizlar, serialni ko'rganlar, u Oberyn Martellni opasi hisoblanadi va Oberyn Martell Tyrion Lannister uchun urushganda aynan shu sabab orqali urushganini eslasak bo'ladi. Tywin Lannister aynan Rhaegar Targaryenning o'g'li va xotinini o'ldirib, o'zini Robert Baratheonga yaqinligini ko'rsatadi va bundan keyin u o'zini qaysidir ma'nodagi maqsadiga yetadi, ya'ni o'zini qizi Serseyani Robert Baratheonga unashtiradi va shu orqali u Lannisterlar nomini yana bir marta qirollik darajasiga olib chiqqanini ko'rsak bo'ladi. Shuningdek, serialda biz bilamiz, Tywin Lannisterni Jaime Lannister va Cersei Lannisterdan tashqari yana bir o'g'li, eng kenja o'g'li Tyrion Lannister ham bor, lekin Tywin Lannister Tyrionni yaxshi ko'rmaydi. Sababi Tywin o'z farzandlaridan kuchli, aqlli bo'lishni xohlaydi. Tyrion aqlli, juda ham aqlli bo'lib yetishadi, lekin kuchsiz va pakana bo'lgani uchun uni unchalik yaxshi ko'rmaydi. Yaxshi ko'rmasligining yana bitta sababi, Tywin o'zini xotinini juda ham yaxshi ko'rgan, lekin xotini aynan Tyrionni dunyoga keltirishda vafot etgani uchun Tyrionni ayblaydi bu narsada. Yaningda onasini o'ldirgan nuqsonli, zulmkor va pakana. Biz Tyrion va Tywin Lannister suhbatlarida juda ham kuchli strategik aql urushini ko'ramiz. Ota-o'g'il ikkalasi ham juda ham aqlli, ikkalasi ham juda ham kuchli strategik, lekin Tyrionni shu bo'yi past va tug'ilganda shu onasi vafot etgani uchun Tywin baribir uni ayblayveradi. Xo'p, bu qisqacha Tywin Lannisterga atalgan personaj analizi edi. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Bu birinchi marta odamni analiz qilishim. Xudo xohlasa keyingi videolarda yana taxtlar o'yinidagi personajlarni analiz qilishga harakat qilaman. Obuna bo'ling, like bosing. Keyingi videolarda ko'rishguncha vaqtingizga rozi bo'ling. Xayr.